Qizlarimiz baxtsiz bo'lishni o'zlari boshlashadi birinchi. Qachon? Qizlik paytidanoq, ya'ni unashtirilgan paytida yigiti unga hukmini o'tkazadi. Ya'ni bir yoqqa bormaysan deydi, bir nimalar qilmaysan deydi, bir xil g'alati, xullas shartlar qo'yadi. Bilasizlar, undoq kiyinma, undoq yurma. Xullas bizni qizlar nima qiladi? Xo'p bo'ladi deydi. U hali eri emas. Otasini aytganini qilmasa qilmaydiki, lekin ana yigitni aytganini qiladi. Chizgan chizig'idan chiqmaydi. Er qilib oladi. Tabiiyki, ana yigit nima bo'ladi? Ko'chada kuchukka ham gapi o'tmaydi-da, lekin mana bu qizga hukmini o'tkazyapti. Hozirlatdan bu qizni ustiga minib, unga hukmini o'tkazyaptimi, to'ydan keyin 2 baravar zulmini ko'paytiradi. Qizlar unashtiruvdan keyin darrovda u yigitni o'zingizlarga er qilmanglar. Bu sizlarga akalik maslahat. Videoni turmush qurmagan tanishinglarga tashab qo'yinglar. Imkon qadar ko'proq qizlarimiz mana shu narsani bilishsa, adashmaydi. Qachon nikoh bog'lanadi, undan keyin seni ering uni ixtiyorida bo'lasan, aytganini qilasan. Sen o'zingni hurmatingni, urviningni unga bildir. Ey, to'xtang, siz meni erimmassiz, hozir menga shart qo'ya olmaysiz. Nikohimizdan keyin, to'ydan keyin men sizni ixtiyoringizda bo'laman. Ana undan keyin nima? Siz men roziman deb o'zingni chestingni, hurmatingni bildirib qo'ysang, u his qiladi. Ha, to'xta, bu oddiy qiz emas ekan, o'zini qadrini bilar ekan deb o'ylaydi. Xullas, qalan videoga bitta like bosing, obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatib boring, videoni esa jo'natib qo'yasizlar egalariga. Ko'rishguncha.